Asma'iy aytadi. Men bir odamni oldiga borib turardim. Juda saxovatli inson edi, yaxshi inson edi. Ko'p yordam qilib turardi. Bir kun borsam, eshigini tagiga qorovul qo'yib qo'yibdi. Shunda bir qog'ozga bir misrani yozib kirgizib yubordim. U shunday edi. İza kana'l karimu lahu hijabun, fama fadlul karimi alal laimi. Ya'ni karim, saxovatli, oliyjanob insonlarni eshigini tagida endi qorovul turadigan bo'lsa, sen to'xta kirmaysan deb to'sib turadigan bo'lsa, karim, yaxshi, saxiy, oliyjanob insonni laimdan nima farqi qoladi, nima ustunligi bo'ladi, nima fazilati qoladi deb shu qog'oz bilan kirgizib yubordim. U bir xaltada tilla chiqarib, tillani xaltaga solib chiqarib, haligi xodimdan yoniga bir qog'oz, uni ham qog'oz chiqarib yuboradi. Unda quyidagi misralar yozilgan edi deydi. İza kana'l karimu qalila malin tahajjaba bil hijabi alal gharimi. Endi karim odamni ham, saxiy odamni ham puli kam qolsa, puli qolmay qolsa, endi kelayotgan odamlardan, talab qiluvchilardan endi ya'ni hujjob bilan, ya'ni to'suvchilar bilan, qorovul bilan yashirinar ekan-da deb shunday yozuv bilan chiqarib yuboradi. Shunda buni Asma'iy Ma'mun, xalifa Ma'munga bir yetkazay shu xabarini deb borib qo'ldagi qog'ozni berib shunaqa voqea bo'ldi desa, Ma'mun xaltani tanib qoladi. Xalta o'zi bergan xalta bu odamga. Bu odamni chaqirishadi. Chaqirib, "Sen qiynalib qoldim. Ancha tang bo'lib qoldi holatim. Yordam bering desang, biz senga yordam beribmiz. Sen biz bergan yordamni bu insonga berib yuboribsan" desa, "Axir Hazrat, sizga kelib bir narsa so'ragandim, siz shuni berib yubordingiz. Menga yordam qildingiz. Meni oldimga ham birov kelib muhtojman deb yordam so'rasa, siz qilgan ishni qilmaslikdan hayo qildim. Men borib yordam so'radim, berishdi. Endi nega menga ham yordam so'rasa, bermayman deb hayo qilib berib yubordim" deydi. Shunda senchalik saxiyni tug'magan arab, hali arab xalq sanaqa karimni tug'magan deb turib o'ziga yordamchi qilib olgan ekan o'sha insonni. Salomat bo'ling.